Birinchi lider tanlaymiz birdan. 3 ta lider tanlashimiz kerak. Bitta bu yerda ketyapti. To'g'rimi? Mana bitta. Bu birinchisi. Mana bu ikkinchisi, akalar. Ko'ryapsizlarmi mana bu? Mana shu ikkinchisi. Mana simga yaqinida mana bu. Simga yaqini. Mana bu uchinchisi ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lishi mana bu bo'lishi ham mumkin. Bunisi ham. Mana bu ko'ryapsizlarmi? Ha. O'sha ham yaxshi. Bu tomondagilarni bizlar nima qilamiz? Mana bu tomon bu yoqqa kelmaydimi bu? Bu yoqqa kelmaydi. Bularni nima qilamiz? Bizlar hozir bularni doimiy bo'lgan shoxlarga kestiramiz qaytarib. Birinchi katta qaychini bering-da. Lider tanlaylik. Aka, bitta lider, to'g'rimi? Uni mayda shox bilan kesamiz. Bu ham chiroyli ekan, lekin bu yoqqa ketmaydi. Endi mana bu boradimi yo'q? Bu hech dargumon borishi, bu bormaydi. Mana shu bormaydi. Shuni noto'g'ri qilganda oldin. Mana shuni qo'yishimiz kerak edi. Mana shu bitta liderdan nimasidan voz kechib turamiz sipasdan. Oling Dilmurod aka buni. Bunaqa hech narsasi bo'lmagan shoxlardan voz kechamiz aka. Chunki nima uchun hozir buni voz kechyapmiz? Shaftollar birinchi to'g'ri tarbiya qilish kerak-da. To'g'ri tarbiya qilmaysiz, muammoga uchraysiz keyin, doim muammoga. Mana bu asli bitta lider ketyapti mana bunisi. 3-lider bo'ladigan bo'lsa agar bundan voz kechishimiz kerak. Bu juda pastda ekan akalar, mana bular. Ko'ryapsizlarmi mana bu? Pastda bu. Pastda to'liq yerda gerbis sepishga bizga to'liq xalaqit beradi. Shuning uchun ham mana bu lider kuchsiz-ku, shu yerdan qaytarib turamiz. 1, 2, 3 ta liderimiz doim tayyor bo'ldi. Doimiymiz. Yo'q, bu kerak emas. Shunisi arzimaydi. Buni hamma tushunyaptimi? Mana 3 ta liderimiz tayyor. Endi bitta liderdan boshlab qo'yishni boshlaymiz. 40 sm tozaladik liderning oldini. Keyin yon shox qo'yishni boshladik. Yaxshi mevali shoxlar bo'lsa tepadan qo'yamiz. Kerak emas. Mevali shoxlarimiz chiroylimi? Qo'yamiz. Ikkinchi lider. Ikkinchi liderimizni kuchli kesish, kuchli chiqarish uchun bu yil shu yerda baylanadigan joy bo'lsa bo'ldi. Shu yerdan kesib qo'yamiz aka. Nima uchun kesib tashladim hamma hosilini? Kuchayish kerak bu chunki liderimiz. Shu nimalar ham kerak emas hosillar. Mengami? Eshitdimi? Ha, bo'l. Problema yo'q. Ketdik. Shu hosilga qaytarasiz. Juda hosil zo'r ekan. Chiroyli. Ketdi tiklari. Hosil shox qoladi. Mana bu hosil shox zo'r ekan, bu chiroyli ekan bu. Bunisi voz kechib turamiz. Bu yerda shu 2 ta 3 tasiga qaytarsak bo'ladi shunaqasiga. Tamam, mana qarang, ingichka shoxlar bitta shoxni joyga qaytarasiz. Qalin shoxlar bo'lsa ko'proq qaytaraverasiz. Ko'prog'iga qo'yib. Pastga yetgan shox. Pastda kerak emas. Pastda tizza bo'yida kerak emas bu shoxlar. Olib tashladingiz. So'ng bu chiroyli. Mana bu yerda liderimiz endi akalar. Bu yerda liderimizni ko'p shoxidan voz kechishga to'g'ri keladi. Sababi bu liderda bironta shox, mana shunday kuchli liderlar bor-ku, bironta hosil shox qo'ymaysiz, tushunasizlarmi? Hammasini olib tashlaysiz. Ayamasdan mana. Kuchsiz lider shox mana. Yangitdan qo'yganmiz buni. Mana bu yerdan bemalol bu tomonga qo'yaverasiz. Bu tomonda shoxlarni qo'yavering. Problemasi yo'q.
Buni shu yerdan qaytarib turing. Mana shu yerdan. Buni ham shu yerdan qaytarib turamiz. Kuchsiz shox ketdi. Pastga kelgan juda ham kuchsiz shox ketyapti. Mana bu juda pastda ko'ryapsizlarmi? Mana bu pastga kelib ketyapti. Qaysi? Yo'q, bu pastga deyapsizmi, nima deyapsizmi? Ha, pastga. Mana bu. Shuni olsak bo'ladi. Tomoni ko'rmabmiz-ku. Bu tomon mana solib tashlaysiz, tamam mana bu turaversin. U chiroyli ketdi. Asli shoximiz tepadan qo'yamiz mana. Bitta qo'ydikmi, to'p tashlayveramiz. Kerak emas mana bular. Asli shoxlar. Mana bunisi yaxshiroq ekan. Pastga kerak emas, mana. Kerak emas. Bunda turaversin. Mana shunday. Bo'ldi, chiroyli, tamam. İşimiz tugadi shu bilan akalar. Demak, birinchi litrimiz mana 1, 2, 3 ta litr tayyor va qolgan shoxlar. Kam deyapsizmi shu mevasi? Bu shu mevasi ham kam ekan buni. Mayli, tursin, bu tomon ochiq ekan. Turadimi? Tamam, mana bularni tushir tagidan chiroyli qilib. Bu kim oldi? Hozir meni oldimda shuni o tomondan turib. Ha?